Bugun gap juda muhim. Pul islohoti bo'ladimi? So'mni tashlab yuboramizmi? Jamg'armani dollarga yoki yevroga aylantirish kerakmi? Markaziy bankning yevro haqidagi bayonoti nimani anglatadi? Bu savollar hozir deyarli har bir oilaga tegishli. Kimdir oyligini so'mda oladi, kimdir kredit so'mda to'laydi, kimdir uy olish uchun pul yig'yapti, kimdir chet eldan pul jo'natadi. Shuning uchun men bugun bu mavzuni oddiy tilda, lekin ekspert sifatida batafsil tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki noto'g'ri qaror bir necha oy ichida sizga millionlab so'm zarar keltirishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday moliyaviy ogohlantirishlar hammani vaqtida xabardor qilishi kerak. Avval vaziyat qanday edi? Oddiy odam pulini asosan 3 xil ko'rinishda saqlardi. So'mda, dollarda yoki kamroq hollarda yevroda. So'm kundalik hayot uchun kerak. Bozor, kommunal to'lov, ijara, kredit, maktab, bog'cha, transport, oziq-ovqat. Dollar esa ko'pchilik uchun xavfsizlik yostig'i sifatida ko'riladi. Yevro esa ko'proq Yevropa bilan savdo qiladiganlar, chet elda o'qiydiganlar yoki Yevropada qarindoshi borlar uchun muhim. Endi nima o'zgardi? Odamlar orasida pul islohoti bo'ladi. So'm qadrsizlanadi. Davlat yevroga o'tadi. Eski pullar bekor bo'ladi. Bankdagi omonatlar muzlab qoladi degan gaplar ko'paydi. Aynan shunday paytda Markaziy bankning valyuta, ayniqsa yevro bo'yicha aytgan gaplari ko'pchilikni cho'chitadi. Aslida esa Markaziy bankning vazifasi vahima yaratish emas, balki pul kredit siyosatini tushuntirish, inflyatsiyani jilovlash, valyuta bozorini tartibga solish va moliyaviy barqarorlikni saqlashdir. Men bitta narsani aniq aytaman, davlatning milliy valyutasi bor ekan. Ichki hisob kitoblar, maosh, soliq, jarima, budjet to'lovlari, pensiya va asosiy iqtisodiy tizim so'm orqali yuradi. Yevro yoki dollar xalqaro to'lovlarda, import-eksportda, zaxirada va shaxsiy jamg'armalarda muhim bo'lishi mumkin. Lekin bu avtomatik tarzda so'mni tashlaymiz degani emas. Eng katta xato ijtimoiy tarmoqdagi bitta vahimali postga ishonib, hamma pulni bir kunda almashtirish. Birinchi muhim tushuncha. Pul islohoti har doim ham pulni yo'q qilish degani emas. Pul islohoti deganda bir nechta narsa nazarda tutilishi mumkin. Naqd pul muomalasini tartibga solish, yangi banknotalar chiqarish, eski banknotalarni bosqichma-bosqich almashtirish, raqamli to'lovlarni kengaytirish, inflyatsiyani pasaytirish choralarini kuchaytirish yoki ayrim hollarda denominatsiya qilish. Denominatsiya degani, masalan, puldagi ortiqcha nollarni olib tashlash. Lekin bu jarayon odamning boyligi o'z-o'zidan kamayib qolmasligi kerak. Agar 100 ming so'm o'rniga 1000 so'm deb yozilsa, narxlar ham, oyliklar ham, kreditlar ham shu nisbatda qayta hisoblanadi. Lekin hozir bunday qaror bo'lsa ham, u oldindan rasmiy e'lon qilinadi. Banklar, do'konlar, tashkilotlar tayyorlanadi. Hech qachon jiddiy pul islohoti ertaga tongda hamma narsa bekor shaklda amalga oshirilmaydi. Ikkinchi muhim tushuncha, Markaziy bank yevro haqida gapirsa, bu yevroga o'tish degani emas. Markaziy bank xalqaro zaxiralarning tarkibi haqida gapirishi mumkin. Zaxira deganda davlatning oltin valyuta aktivlari tushuniladi. U yerda dollar ham, yevro ham, oltin ham, boshqa aktivlar ham bo'lishi mumkin. Nima uchun yevro tilga olinadi? Chunki Yevropa ittifoqi yirik iqtisodiy hudud. Agar mamlakatning importi, texnologiya xaridi, uskunalari, dori-darmonlari yoki ta'lim to'lovlari yevroda bo'lsa, yevro zaxirasini ushlab turish mantiqiy. Lekin bu siz ertaga nonni yevroga sotib olasiz degani emas. Uchinchi tushuncha, valyuta kursi kunlik vahima bilan emas, katta iqtisodiy omillar bilan harakatlanadi. So'mga bosim qachon kuchayadi? Import ko'payganda, tashqi qarz to'lovlari oshganda, aholi va biznes ko'proq valyuta sotib olganda, inflyatsiya yuqori bo'lganda, eksport tushumi pasayganda. So'mni nima qo'llab-quvvatlaydi? Eksportdan keladigan valyuta, oltin narxi, chet eldan pul o'tkazmalari, investitsiya, qat'iy pul kredit siyosati, bank tizimiga ishonch. Birinchi misol, sizning oilangiz oyiga 6 million so'm daromad qiladi. Har oy darkarbi million so'm xarajat, oziq-ovqat, kommunal, yo'l, maktab, telefon, kiyim-kechak, ilk 10 million so'm ortadi. Agar siz bu pulni har oy yevroga aylantirsangiz, ayirboshlashda kurs farqi va bank komissiyasi sabab bir o'z yo'qotishingiz mumkin. Agar sizga bu pul 2 oy ichida kerak bo'lsa, masalan to'y xarajati, davolanish yoki ta'mir uchun, uni to'liq yevroga aylantirish xavfli. Chunki valyuta kursi qisqa muddatda tushishi ham mumkin. Siz 1 yevroni 10 ming so'mdan olib, keyin shoshilinch pul kerak bo'lganda 10.700 so'mdan sotishga majbur bo'lsangiz, har 1000 yevroda 300 ming so'm atrofida farq chiqadi.
Bu oddiy oilaning bir haftalik bozor puli. Ikkinchi misol. Sizda 1 million so'm jamg'arma bor va 1 yildan keyin uy uchun boshlang'ich to'lov qilmoqchisiz. Uy narxi odatda dollarda yoki so'mda kelishiladi, lekin bozordagi real fikrlash ko'pincha dollarga bog'langan. Bunday vaziyatda jamg'armani faqat so'mda ushlash ham, faqat yevroda ushlash ham to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Men bunday holatda riskni bo'lishni tavsiya qilaman. Masalan, 40% so'm omonatida, 40% dollarda. 20% yevroda yoki maqsadingizga qarab boshqa nisbatda. Nega? So'm omonat foiz beradi, dollar bozor baholariga yaqin turadi. Yevro esa Yevropa yo'nalishidagi xarajatlar bo'lsa yordam beradi. Lekin bu umumiy yondashuv. Har bir odamning maqsadi, muddati va xarajati alohida. Uchinchi misol, siz Germaniya, Polsha, Italiya yoki Litvada o'qiyotgan farzandingizga pul yuborasiz. Bu holatda yevro siz uchun oddiy zaxira emas, real xarajat valyutasi. Agar kontrakt 2500 yevro bo'lsa, siz so'm yoki dollarda saqlagan pulingizni oxir-oqibat yevroga aylantirasiz. Demak, kurs o'shib ketishidan xavotir bor. Bunday vaziyatda pulni birdan emas, bosqichma-bosqich yevroga aylantirish ma'qul. Har oy 300-500 yevrodan yig'ish, kurs juda yuqori sakragan kuni hammasini olishga majbur bo'lmaslik. Bu usul o'rtacha kurs beradi va asabni asraydi. To'rtinchi misol, siz biznes qilasiz. Turkiya yoki Xitoydan tovar olib kelasiz. Yevropadan uskuna olasiz. Siz uchun asosiy savol, tovar qaysi valyutada sotib olinadi va mahsulotni ichki bozorda qaysi narxda sota olasiz. Agar uskuna yevroda bo'lsa, yevro kursi oshishi sizning tannarxingizni oshiradi. Agar siz oldindan mijoz bilan so'mda shartnoma tuzib qo'ygan bo'lsangiz, kurs farqidan zarar ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun yirik to'lovlardan oldin valyuta riskini hisoblash kerak. Masalan, 20 ming yevrolik uskuna olmoqchisiz. Kurs bandart 1000 bo'lsa, xarajat 2,5 million so'm. Kurs bandart 2 million so'm, farq 1 million so'm. Bu farqni kim ko'taradi? Sizmi, mijozmi, narxmi? Oldindan shartnomada valyuta kursi o'zgarsa, narx qayta ko'rib chiqiladi degan band bo'lmasa, zarar sizda qoladi. Xavotir olish kerak bo'lganlar, katta miqdorda so'mda pul saqlab, uni aniq xorijiy valyutadagi xarajatga ishlatmoqchi bo'lganlar. Chet elda o'qish, davolanish, import shartnomasi, uy-joy oldi-sotdisi bo'yicha reja qilganlar. Valyutada qarzi bor, lekin daromadi so'mda bo'lganlar. Barcha pulini bitta valyutada ushlab turganlar. Shoshilmasligi kerak bo'lganlar. Kundalik xarajatlari so'mda bo'lgan, yaqin 3-6 oy ichida yirik valyuta xarajati yo'q odamlar. So'mda yaxshi foizli va ishonchli bank omonatida pul saqlayotganlar. Kursdagi har bir tebranishga qarab qiladigan, lekin moliyaviy rejasi yo'q odamlar. Chunki vahima bilan valyuta sotib olish odatda eng qimmat narxda xarid qilishga olib keladi. Birinchi tuzoq, hamma olayapti, men ham olay degan psixologiya. Valyuta bozori faqat raqamlar emas, psixologiya ham. Odamlar vahimaga tushsa, talab oshadi, kurs ko'tariladi. Keyin vaziyat tinchlansa, kurs pasayishi mumkin. Kim eng oxirida vahima bilan sotib olgan bo'lsa, u ko'pincha zarar ko'radi. Ikkinchi tuzoq. Yevro doim dollardan kuchli degan noto'g'ri tasavvur. Yevro ham tebranadi. Yevro dollar kursi, Yevropa iqtisodiyoti, energiya narxlari, Yevropa Markaziy banki foiz stavkasi, AQSh iqtisodiyoti ko'chasi xavflar bilan o'zgaradi. Agar siz so'mni yevroga aylantirsangiz, siz aslida ikki xil risk olasiz. So'mning yevroga nisbatan riski va yevroning jahon bozoridagi riski. Shuning uchun yevro mutlaq xavfsiz emas, u faqat ma'lum maqsadlar uchun mos valyuta. Uchinchi tuzoq, bank kursi, ayirboshlash kursi va real xarajat farqi. Ko'pchilik faqat ekran kursiga qaraydi. Masalan, bank ilovasida sotib olish 100, sotish 12900 bo'lishi mumkin. Siz olgan zahoti nazariy jihatdan 2700 so'm farqdasiz. 5000 yevroda bu 1 million so'm farq degani. Agar yana xalqaro o'tkazma komissiyasi, karta konvertatsiyasi, naqd yechish xarajati qo'shilsa, yakuniy xarajat oshadi. To'rtinchi tuzoq, norasmiy ayirboshlash. Men buni qat'iy tavsiya qilmayman. Chunki qalbaki pul, aldov, kurs kelishuv buzilishi, huquqiy muammo, xavfsizlik riski bor. Bank ilovalari, rasmiy ayirboshlash shoxobchalari. Litsenziyaga ega moliyaviy xizmatlar orqali ishlash kerak. Bir qarashda evin so'm foyda qilgandek bo'lasiz, lekin katta miqdorda aldansangiz, hech kim kafolat bermaydi. 5-nozik jihat. Omonat foizi va inflyatsiyani adashtirmaslik. Agar so'm omonati yillik 2% bo'lsa, bu juda jozibali ko'rinadi. Lekin real foyda inflyatsiya va valyuta kursiga bog'liq. Agar narxlar tez oshsa, sizning real xarid qobiliyatingiz kamayishi mumkin.
Lekin valyutada omonat foizi odatda pastroq bo'ladi. Shuning uchun so'm yomon, valyuta yaxshi yoki valyuta yomon. So'm yaxshi degan soddalashtirilgan xulosa noto'g'ri. Savol boshqacha. Sizga pul qachon kerak? Qaysi valyutada kerak? Qancha risk ko'tara olasiz? 6-nozik jihat kredit valyutasi. Agar siz so'mda daromad qilib, valyutada qarz olsangiz, kurs oshganda oylik to'lovingiz ham oshadi. Masalan, siz oyga $500 to'laysiz. Kurs 12.500 bo'lsa, bu 6.270.000 so'm. Kurs 12.500 bo'lsa, 6.770.000 so'm. Farq oyga 500.000 so'm. 1 yilda 6.000 so'm. Agar kurs yanada oshsa, oilaviy budjetga bosim kuchayadi. Shuning uchun daromad qaysi valyutada bo'lsa, kredit ham imkon qadar o'sha valyutada bo'lgani xavfsizroq. 7-nozik jihat Markaziy bank bayonotlarini to'g'ri o'qish. Rasmiy bayonotda yevro ulush, diversifikatsiya, xalqaro zaxira, kurs tebranishi, inflyatsion kutilmalar, pul kredit sharoitlari kabi iboralar bo'lishi mumkin. Bu iboralar oddiy odamga qo'rqinchli tuyuladi. Lekin ularning har biri texnik mazmunga ega. Diversifikatsiya degani hamma tuxumni bitta savatga solmaslik. Ya'ni davlat ham, bank ham, aqlli investor ham aktivlarni turli ko'rinishda saqlaydi. Bu so'mni tashlash emas, riskni boshqarish. Birinchi qadam, moliyaviy maqsadingizni yozing. Qog'ozga yoki telefondagi eslatmaga 3 ta savolga javob yozing. Pul menga qachon kerak? Qaysi valyutada kerak? Qancha miqdorda kerak? Agar pul 1-2 oy ichida so'mda kerak bo'lsa, uni valyutaga aylantirib xavfga qo'ymang. Agar pulim yildan keyin Yevropada o'qish uchun kerak bo'lsa, yevroda yig'ish mantiqiy. Agar uy uchun kerak bo'lsa, bozor qaysi valyutada fikrlashini hisobga oling. Ikkinchi qadam, favqulodda zaxira yarating. Men har bir oilaga kamida 3 oylik xarajatga teng zaxira bo'lishini tavsiya qilaman. Masalan, oilangiz oyiga 5 million so'm sarflasa, 15 million so'm favqulodda zaxira bo'lsin. Bu pulning bir qismi so'mda tez olinadigan joyda tursin. Chunki kasallik, ish yo'qotish, shoshilinch ta'mir, qarindoshga yordam kabi holatlarda sizga yevro emas, darhol ishlatiladigan pul kerak bo'ladi. Uchinchi qadam, jamg'armani bo'ling. Hamma pulni bitta valyutada ushlamang. Aniq formula hamma uchun bir xil emas, lekin umumiy yondashuv shunday. Qisqa muddatli xarajatlar so'mda, xalqaro xarajatlar kerakli valyutada, uzoq muddatli zaxira esa bir nechta aktivda. Masalan, so'm omonati, dollar, yevro, kerak bo'lsa oltin yoki boshqa qonuniy instrumentlar. Lekin tushunmagan narsangizga pul tikmang. 4-qadam, faqat rasmiy manbalarni kuzating. Markaziy bankning rasmiy sayti, rasmiy Telegram kanali, banklarning rasmiy ilovalari va shartnomalariga qarang. Amakim bankda ishlaydi, ertaga kurs uchadi degan gaplar asosida qaror qilmang. Moliyada mish-mish eng qimmat xatolardan biri. 5-qadam, bankka borishdan oldin hujjatlarni tayyorlang. Agar katta miqdorda valyuta sotib olmoqchi bo'lsangiz yoki xalqaro o'tkazma qilmoqchi bo'lsangiz, pasport yoki ID karta, bank kartasi, pul kelib chiqishini tasdiqlovchi hujjatlar. Shartnoma yoki invoice, o'qish kontrakti, davolanish, hisob fakturasi kerak bo'lishi mumkin. Har bir bank talabi farq qiladi. Shuning uchun oldindan sal markazga qo'ng'iroq qiling yoki ilovada ma'lumot oling. 6-qadam. Bankka yoki ilovaga kirganda nimani tekshirish kerak? Sotib olish kursi va sotish kursini alohida ko'ring. Komissiya bormi? Xalqaro o'tkazma qancha pul qachon yetib boradi? Valyutani naqd yechish limiti qanday? Karta orqali to'lovda konvertatsiya qaysi kursda bo'ladi? Bularni so'rang. Agar siz yevroda to'lov qilmoqchi bo'lsangiz, dollar kartadan yevroga konvertatsiya bo'lsa, 2 marta kurs farqi yeyishi mumkin. Bu kichik ko'ringan, lekin katta summada sezilarli xarajat. 7-qadam, shartnomada kurs bandini yozing. Agar siz biznes qilsangiz, mijozga mahsulot yoki xizmatni so'mda sotyapsiz, lekin xarajatingiz yevro yoki dollarda bo'lsa, shartnomada kurs o'zgarishi bo'yicha band bo'lsin. Masalan, to'lov kuni Markaziy bank kursi asosida qayta hisoblanadi yoki kurs 3% dan ortiq o'zgarsa. Tomonlar narxni qayta kelishadi degan mazmundagi band yurist bilan maslahatlashib kiritiladi. Bu sizni kutilmagan zarardan himoya qiladi. 8-qadam, vahima kuni katta qaror qilmang. Agar yangilik chiqdi, kurs sakradi, hamma gapiryapti. O'sha kuni butun jamg'armani almashtirish shart emas. 24 soat kuting, rasmiy izohlarni o'qing, kurslarni solishtiring, o'zingizning maqsadingizga qayting. Moliyada eng xavfli qarorlar qo'rquv va oshkozlik paytida qabul qilinadi. 9-qadam, oilangiz bilan umumiy reja qiling. Ko'p oilalarda bitta odam valyuta oladi, boshqasi so'mda omonat ochadi, uchinchisi kredit oladi. Lekin umumiy reja yo'q.
Natijada pul tarqoq bo'ladi. O'yla budjetida kim qancha topadi, qancha xarajat bor, qarz qancha, zaxir qancha, valyuta rejasi qanday, bularni ochiq gaplashish kerak. 10-qadam. O'zingizga men nimadan himoyalanyapman degan savol bering. Agar siz inflyatsiyadan himoyalanmoqchi bo'lsangiz, foizli omonat va xarajatni nazorat qilish muhim. Agar kursdan himoyalanmoqchi bo'lsangiz, valyuta diversifikatsiyasi kerak. Agar ish yo'qotishdan qo'rqayotgan bo'lsangiz, tez olinadigan zaxira kerak. Har bir xavfga alohida yechim bor. Hamma muammoning yechimi faqat yevro sotib olish emas. Demak, asosiy xulosa shuki, Markaziy bankning yevro haqidagi bayonotlari so'mni tashlab yuborish kerak degani emas. Bu ko'proq valyuta bozori, xalqaro zaxiralar, risklarni boshqarish va iqtisodiy barqarorlik haqida. So'm kundalik hayotimizning asosiy valyutasi bo'lib qoladi. Lekin jamg'arma masalasida aqlli yondashuv kerak. Kimning xarajati yevroda bo'lsa, yevroni reja bilan yig'sin. Kimning xarajati so'mda bo'lsa, vahma bilan kurs o'rtadan yugurmasin. Kimda katta jamg'arma bo'lsa, uni bo'lib saqlasin. Kimda kredit bo'lsa, valyuta riskini juda jiddiy hisoblasin. Men sizga bitta oddiy qoida qoldiraman. Pulni mish bilan emas, maqsad muddat va risk asosida boshqaring. Shunda na so'mning tebranishi, na yevro haqidagi shov-shuv, na bozordagi vahima sizni shoshiltirib qo'ymaydi. Siz nima deb o'ylaysiz? Hozir jamg'armani so'mda saqlash xavfsizmi? Yevroga o'tish kerakmi yoki pulni bir nechta valyutaga bo'lish eng to'g'ri yo'lmi? Fikringizni kommentariyada yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki moliyaviy savodxonlik bugun har bir oilaning himoyasidir.